Sardor aka, battle bugunmi? Aytgancha. Assalomu alaykum. Turkmaniston, O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, butun meni qattiq beylarim. Achkina ichib gapiray, hurmatsizlik bo'lmasin. Armeniya bilan bo'lgan 1-1 raundli o'yinimizni bugun O'zbekiston vaqti bilan 22:00 da revanchi. Mana shu videoga bittadan like deb bosib, kommentariyaga TikTokda kimni qattiq deb bilsanglar, eng qattiq akalarni belgilab qo'yinglar, hammalarini kutamiz. Обязательно hech kim kech qolmasin. 3 match, 3 pobedalik 2-2 battle'imizga O'zbekiston vaqti bilan 22:00 ga barchalaringizni kutamiz. Meni qattiqlarim butun dunyodan hurmat qilaman. Turkmaniston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston, Afg'oniston, butun meni qattiqlarim, Qozog'iston, hammalarni kutaman. Armeniyaga qarshi O'rta Osiyoni kuchini bitta his qildirib qo'yaylik. Обязательно hammalar kelinglar. Tog'alar, joninglar sog' bo'lsin. Otajonimni belgilab qo'yiladigan otaman biz. Sizlarni